Menikilar borishdi, men jo'natdim. Men tillarga tushuntirgandim. Yana bir marta haqiqiyda Ra'noda eshitib qolsam, boshqacha gaplashaman degandim. Men bilan boshqacha gaplashaman shekilli. Siz uyingizga boringda, onangizlar yana bir marta tushuntirib ko'ring. O'zingizni vosiy urishib yurmang yana. Yotig'i bilan tushuntirarmiz sekin. Ayamlarga ham tushuntirishga harakat qilib ko'rdim. O'zing xo'p deganingga rozilik berib yubordim deb tushunmayaptilar. Yana bir marta tushuntirib ko'ring-chi. Siz borib tushuntirishga harakat qilib ko'ring, onangizlarga men o'zim bilaman qanaqa gaplash kerakligini. Yo'q-e, urishib yurmang. Telefonlashamiz. Alo. Tillo aka bilan ko'rishdingizmi? Telefonni ko'tarmadi. Ishxonasining oldiga keldim. O'zingiz nima qildingiz? Gaplashdingizmi? Yo'q, uyga kelsam Tillo akaning ayolari kelgan ekan. Men to'yga tayyorgarlikni boshlab qo'yganman. Agar отказ qilsalaring mahallani oldida sharmandangni chiqaraman deb janjal qilib ketishdi. Ayamlarning davlinalari oshib yotibdi. Ha, bo'ldi, o'zim hal qilaman. Ko'rishsiz urishib yurmang ko'cha-ko'yda. O'zim bilaman nima qilish kerakligini. Alo? Voyo. Ha, yaxshi. Xolam aytgan ishlar qilibdilar. Endi navbat keyingi planga o'tamiz. Qaysi planga? Ertaga Ra'noni oldiga o'tasan. Keyin Bo'ldi.